Bu aynan o'sha Tansiqboy bozori, lekin bugun bu haqida emas. Bu yer, ya'ni Innovation School va uning Qoraqamish filiali bilan tanishib chiqamiz. O'quv markazimizga kirib kelishingiz bilan sizni birinchi navbatda o'quvchilarimiz natijalari va maqsadlari IELTS'dan eng kamida 7 va undan yuqori ball olmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz sizni kutib olishadi. Lekin o'quvchilarimiz natijaga erishishlari uchun eng muhim bu o'qituvchilarimiz va shuning uchun ham tajribasi 10 yilgacha bo'lgan ustozlar sizning maqsadlaringiz uchun aniq yo'l ko'rsatishadi. Barcha narsa isboti bilan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham o'quvchilarimiz nima uchun Innovation School'ni tanlaganliklari haqida so'rab ko'ramiz. Nima uchun Innovation School tanlagansiz? Chunki darslar qiziqarli va tushunarli bo'lgani uchun. To'lov summasi yaxshi va ustozlarni IELTS katta bo'lgani uchun. Nima uchun Innovation School tanlagansiz? Because my brother used to come here. Natijasi katta ustozlar bor, qiziqarli dars o'tishadi. Eng muhimi, Innovation School'da natijalar uchun pul mukofotlari ham mavjud. Agarda siz IELTS imtihonidan 7 va undan yuqori ball olsangiz, $50 dan $5000 gacha pul mukofotlariga ega bo'lishingiz mumkin. Agar mabodo IELTS imtihonidan 7 balldan yuqori ola olmasam-chi? Innovation School sizga IELTS imtihonidan 7 va undan yuqori ball olishingiz uchun kafolatlaydigan yagona o'quv markazlaridan biridir. Innovation School aniq natijaga yo'naltirilgan ta'lim va qulay sharoit barchasi siz uchun. Innovation School bu barchasi siz uchun va maqsad qilgan natijalaringizga Innovation School bilan erishing.